Bugun ijtimoiy tarmoqlardagi bir hodisa yuragimni qattiq og'ritdi. Bir sodda ota yosh qizchasini erkalab videoga olyapti. O'sha videoning izohlarida bir to'p farosatsiz mollar otaning ustidan kulib yer bilan bitta qilib tashlayapti. Bu manzaraning ustidan kulish uchun odam naqadar tuban va naqadar pastkash bo'lishi kerak. Agar o'sha odamning o'rnida birorta boyroq yoki lavozimdagi shaxs bo'lganida edi, hamma "Mashalloh, naqadar go'zal farzandingiz bor, baxtli oila" deb taxta qo'yib o'tgan bo'lar edi. Asli fojiamiz ham shunda. Jamiyatimiz 200lamachilikka yuz tutib ketyapti. Boy gardaysa salobat, kambag'al ta'zim qilsa xushomad, boy gapirsa donolik, kambag'al sukut qilsa nodonlik, boy Mercedes olsa kamtarlik, kambag'al velosiped olsa mammalik, boy jinoyat qilsa sho'xlik, kambag'al sho'xlik qilsa jinoyat, boy o'lsa motam, kambag'al o'lsa bandalik. Bu bilan boylarga nisbatan nafrat uyg'otmoqchi emasman. Shunchaki 200lamachi bo'lmaylik.